Hello do'stlar, ana bugun yana bir kishi bilan birga bir o'ynaymiz. Ana endi ko'ramiz birga birdan kim yutgan. Hammaga qiziq bo'lsa kerak. O'sha Bobur comeback qaytdimi, Hakim comeback qaytdimi degan savollar bo'lsa, mana vallahi endi mana shu kanalda javob bo'ladi mana shu savollarga. Hozir biz kim bilan o'ynayapmiz? Otabek bilan. Otabek degan odam bilan o'ynayapmiz. Demak, ketdik. Team match. Let's go. Biz botki grup bo'ladi Otabekdan. Team has scored for the first time. Reloading. Mana. Cover me. Hozircha shot 2 o'ynaydi. Mana. Yo. Reloading. Bu tarafdan kelish aniq endi. Mayli, kelyapti. Qani Otabek. Mana, voy. Watch out. Headshotlar berib tashlashimga qaramasdan meni o'ldirishdi. Endi nima qilaman? Deyishga hojat yo'q. Men kambekman. Voy bot qayerdan poyladi? Watch out. Kimni ko'ramiz? Mana Otabek. Mana. Cover me. Kill. Mana bot. Reloading. Hozircha shot yerlarim 602 ketyapti shot. Ko'ramiz kim yutar ekan. Nimadir deyaptilarmi? Ha, brat. Ha, nima deysiz? Brat menimcha chiqib ketdilarmi? Ketgan bo'lsalar, birinchidan menga ayb emas. Chiqib ketgan bo'lsalar, men yutaman. Spree for the blue team. Men aytganim yo'q unga chiqib ketgan deb. Bombaga bilan ko'ramiz. Yana. Yo'l. 9-2 shot bilan yakunlandi. O'zlaring ko'ryapsiz. Ketdi chiqamiz. O'zlar chiqib ketdilar. Men 6 shot bo'lganimga zato men 6 shot oldim ulardan. Turishga tashlaymiz endi. Sovuqligidan tashqariga o'tirdim. Unutdim. Turisham olaylik. Bo'ldi, короче, do'stlar, bu video YouTube'ga joylanadi.